Men hasharotlarning sekinlashtirilgan slow motion uchishini suratga olishni to'xtata olmayman. Sababi mana shu. Old holimdan topgan shu kichkina yong'oq qo'ng'izi uning uchishiga harakat qilishi qanchalik g'alati, tirishqoq va shunchalik ajoyibligini ko'rganmisiz? Menimcha bu juda zo'r. Odatda men video qilganimda unda biror bir ilmiy qiziqarli narsa tushuntiraman. Bu safar esa unday emas. Bu shunchaki sekinlashtirilgan holatda uchayotgan qiziq hasharotlar videosi. Chunki nega qilmaslik kerak? Oldingi video kabi men faqat oldin hech kim uchayotganini suratga olmagan hasharotlarni tasvirga olishni xohladim. Shuning uchun bu yerda na kapalak, na asalari bor. Lekin 5 ta turkumga mansub 11 xil hasharot bor. Avvaliga qo'ng'izga qaytamiz va uning qanotlari qanday ochilishini ko'ramiz. Qattiq qopqoq ostida ochilganda qanotlar uzunligi 2 baravardan ham ko'p. Bu qanotlar shunchalik kuchli harakatlanadiki, qo'ng'iz yerda turtib uchirib yuboradi. Bu kichikroq, keng burunli qo'ng'iz. Uning orqa qanotlari ham xuddi shunday buklanib ochiladi va tanasidan ancha yuqori bo'ladi. U ham shunday tarzda uchib ketadi. Oyoqlarini yon tomonga chiqarib, qanotlari bilan ko'tarilishni hosil qiladi. Bu esa katit cho'p qo'ng'izlardan farqli o'laroq u uchishni sakrash bilan boshlaydi. Qanotning birinchi pastga urilishi aynan oyoqlari yerdan uzilganda tugaydi. Old qanotlari ko'tarilganda orqa qanotlari akrogenot kabi buklangan holatda turganini ko'rasiz. Bu turdagi katitning uzun tumshuqcha qismi bor. Shu sababli unga ilgak yuzli konussimon katit deyiladi. Yana bir turida juda uzun orqa oyoqlar bor. Bu hasharotlarning tanasi atigi 20 mm. Orqa oyoqlari 39,4 mm. Ular uchishda qanotlarni yelka kabi ishlatishadi. Qanot qoqishi sakrashdan keyin havoda boshlanadi. Boshqa bir katit turi bargga o'xshash old qanotlarga ega. Uning orqa qanotlari bir shikastlangan bo'lsa ham u odatdagidan bemalol uchadi. Keyingilari esa po'stloq-yuvar qo'ng'izlar. Ular daraxt po'stlog'ida ko'pincha guruh bo'lib, lekin va boshqa narsalar yeyotganda ko'rish mumkin. Ular lekin bit deb ataladi. Lekin o'simliklarda zarar qilmaydi. Eng qiziq joyi, juda yaxshi ucha olishadi. Ular uchishdan oldin qanotlarini ko'tarib, cho'nqayib turadi. So'ngra sakrash va qanot qoqishni birlashtirib havoga ko'tariladi. Oxirgi qo'ng'iz kadrida avval fokus yo'q, lekin chiroyli qilib uchayotganini ko'rish mumkin. Sariq, qora chiziqli qorin qismi har qanot urishda egilib turadi. Bu esa pashsha. Uni old qanotlari ortida tebranib turgan kichik tayoqchalardan tanish mumkin. Ular halterlar deb ataladi va aslida o'zgargan orqa qanotlardir. U marjfuli. Uning uchishga odatdagi pashshalarnikidan boshqacha. Qanot urishlari sekin, oyoqlari har tomonga osilib yuradi. Ko'tarilganda biroz chayqaladi. Shuning uchun bunday pashshani havodan qo'l bilan ushlab olish oson. Shunga qaramay, ular juda chiroyli ko'rinadi. Agar tanish tuyulsa, siz ularning qarindosh lavbugini bildirgandirsiz. Oxirgi va eng zo'ri tikanli assassin buk, qotil qo'ng'iz. Uning boshidagi tikanlari tufayli shunday ataladi. U boshqa hasharotlarni sanchib, ichini eritib yeydi. Uchishdan oldin oyoqlarini oldinga cho'zib oladi va xuddi navbatdagi o'lja ustiga tashlanayotgandek tayyor turadi. Boshqa hasharotlar kabi sakramaydi, chayqalmaydi. Shunchaki tekis ko'tariladi.